Assalomu alaykum. Uy tuzmalari va qurilish maslahatlari guruhining obunachilari. Navbatdagi proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu proyektimiz Namangan viloyati Norin tumaniga tayyorlab edik. Bir qavatli zamonaviy ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomon ko'rinishlari zamonaviy, chiroyli chiqdi. Bu proyektimiz jami 8 xonadan iborat. Ikkita xo'jalikka moslangan bir qavatli proyektimiz. Hovli ko'rinishlari. Bu fasad chizmasi, loyiha chizmasida fundamentdan tornagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etap qilinadigan ishlar loyiha chizmasida kiritib o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin. Podushka chizmalari va fundament chizmalari hisob-kitoblari, etap qilinadigan ishlar shu loyihamizda kiritib o'tiladi. Kimga shunday proyekt kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh bu yerda qilgan uy proyektlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz.